Jeju orolidagi o'sha jangdan keyin Son Jinwoo haqida turli xil mishmishlar paydo bo'la boshladi. Ko'pchilik uni haqiqiy qahramon deya ta'riflar edi. Ba'zi odamlar esa nimaga boshida u Reydni rad etdi. Undan keyin esa osmondan tushgandek jangning o'rtasida paydo bo'ldi. Agar u Reydni qabul qilganda shuncha qurbon bo'lmas edi-ku degan gaplar ham bor. Lekin ko'pchilik uni haqiqiy qahramon deya tan oldi. Uning bitta o'zi o'nlab S darajali ovchilar qila olmagan ishni bajara oldi. Bu ovchi bizni mamlakatimizni yuksaklarga ko'tarishi mumkin. Janob Son Jinwoo, demak siz yangi gildiya ochmoqchisiz, to'g'rimi? Siz S darajali ovchi bo'lganingiz uchun bu narsa uncha qiyin bo'lmaydi. Uyushmaga bitta qo'ng'iroqning o'zi yetib ortadi. Janob Son Jinwoo, bu yog'ini bizga qo'yib bering. Xo'sh, yana qiziqtirgan savollaringiz bormi? Masalan, gildiya haqida savollar bo'lsa, marhamat, berishingiz mumkin. Ha, tushunarli. Men S darajali ovchilar qanaqa huquqlarga ega bo'lishini bilmoqchi edim. Aytgancha, mabodo siz Jeju orolida soyali askarmi shunga o'xshash narsa qoldirmaganmidingiz? Nima haqida siz? Tushunmayapman. Gap shundaki, kecha biz o'rta me'yordagi ovchilarni jo'natgan edik. Tirik qolgan chumollarni o'ldirib, kristallarni olib qochishi uchun. Lekin ularni hushdan ketgan holda topib oldik. Mabodo siz o'sha orolda soyali askarmi yoki to'siqmi unutib qoldirmaganmidingiz? Bu juda muhim. Yo'q, unaqa narsa qilmagandim. Hammasi tushunarli. Xuddi men taxmin qilganimdek. Ha, hammasi tushunarli. Xo'sh, o'sha ovchilar nima dedi? Ular hech nimani eslay olishmayapti. Go'yoki ularning miyasidan o'chirib tashlagandek. Biz aniq ma'lumotlarga ega emasmiz. Bu sehrmi yoki boshqa narsa? Qiziq, u yerda chumoldan boshqa mavjudot bormidi? Lekin men unaqa narsani sezmadim. Uzr so'rayman, ovchi Son Jinwoo. Yonimga mehmonim kelib qoldi. Vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Ovchi Son Jinwoo, biz yana albatta ko'rishamiz. Hech qisi yo'q. Men ham bir joyga borishim kerak. Kechirasiz, siz ovchi Son Jinwoo'mi? Salom, mening ismim Adam White. Men Amerika uyushmasining a'zolaridan biriman. Ovchilar byurosi? Siz meni Adam deyishingiz mumkin. Men avval sizning ofisingizga borgan edim. Tasodifni qarang, sizni shu joyda uchrataman deb o'ylamagan edim. Albatta uzr so'rayman. U meni ofisdan qidirdim dedimi? Balkim u Jinho aytgan chet elliklardan birmikan-a? Xo'sh, bilsam bo'ladimi? Siz mendan nima xohlaysiz? Sizga bir qancha ma'lumot bermoqchi edim. Ma'lumot? Yana qanaqa ma'lumot? Bu juda sirli narsa. Bu ma'lumot hech qaysi davlatda yo'q, bizdan tashqari. Nimaga siz buni aynan menga aytyapsiz? Chunki bu tanlanganlar uchun va biz ham bundan katta foyda olamiz. Biz boshidanoq siz bilan ko'rishmoqchi edik. Lekin o'sha Jeju orolidagi voqea bizni anchagina ta'sirlantirdi. Va sizga mening o'rinbosarim ham qiziqib qoldi. Bu yerdan uzoq bo'lmagan joyda bizning mashinamiz bor. Xo'sh, nima deysiz? Men bu narsa haqida aniq biror narsa ayta olmayman. Men o'ylab ko'rishim kerak. Ha, lekin keyinchalik kech bo'lishi mumkin. Ayniqsa, qayta uyg'onganlar uchun. Nima? Siz bu haqida bilasizmi? Yana qanaqa ma'lumotlarni bilasiz?